telefonda, kompyuterda uzoq vaqt o'tirib ishlaydigan ayollarimizani shu zonalarida og'riq kuchli bo'ladi. Bizani klinikada yangi metodikalar, ya'ni Moskva, Yaponiya metodikalari bo'yicha bularga lecheniya qilinadi. Qanaqa lecheniya qilinadi? Mushak-suyak sistemasi, ayniqsa mышцalar, mushaklar bilan, fassiyalar bilan отдельно ishlanadi. Undan tashqari trigger nuqtalar deyiladi. Shu zonalarda yelka sohasida, bel sohasida, mana shu nuqtalarda, ya'ni trigger nuqtalar, boldir sohasidagi og'riq qo'zg'atuvchi nuqtalar. Bundan tashqari bo'yin-bel osteoxondrozlari, grijja, protruziya, koksartroz, tizza artrozlari natijasida shu zonalarda sizlarda og'riqlar kelib chiqayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Bizani klinikamizda sizlarga bunga yechim bor.